Qoramollarda ko'p uchraydigan mikrobakterioz, ya'ni xalq tilida tuyoq chirishi kasalligiga bizda ajoyib yechim bor. Videoni oxirigacha ko'ring, aytib o'taman. Bu kasallik nam, iflos va loy joyda hayvon saqlanganda yuzaga keladi. Avvaliga oqsoqlanish kuzatiladi, tuyoq orasida yara va chirish kabi alomatlar boshlanadi. Bu kasalliklarga davo sifatida asidovich preparatimiz hamda 20% da ixtiyol malhami, shu bilan bir qatorda ultraseptol poroshyogini tavsiya etamiz. Bu preparatlarimiz yallig'lanishni to'xtatadi, to'qimani qayta o'stirib beradi va bakteriyalarni o'ldirishga samarali foyda beradi. Ushbu preparatlarimizni davolash tartibi haqida aytadigan bo'lsak, tuyoq tozalanib, chirigan o'lik to'qima olib tashlanadi va asidovich preparat bilan ishlov beriladi. So'ngra ixtiyol malham bilan ultraseptol preparatni aralashtirib, zararlangan joyga bog'lanadi. Ushbu muolajamiz har 2-3 kunda amalga oshirilishi kerak va bu davrda hayvon quruq va toza joyda saqlanishi lozim hisoblanadi. Bu preparatlarimizdan foydalanib ushbu muolajalarni qilganingizdan so'ng hayvonning holati qayta tiklanadi, mahsuldorligi oshib boradi va yuqorida ko'rsatilgan nojo'ya holatlar bartaraf etiladi. Vaqtida davolanmasa, hayvonning mahsuldorligi tushib ketadi, vazni ozib ketadi va harakatlanishdan cheklanib qoladi. Unutmang, kasallikni erta davolash katta zararlarni bartaraf etadi. Preparatlarimiz haqida to'liq ma'lumot olish uchun biz bilan bog'laning.